Traderlarda soxta breakoutlardan saqlanish uchun 3 ta maslahat. Birinchisi overextension. Agar siz support va resistance darajalarini aniqlab bo'lgan bo'lsangiz va siz narx shu darajadan birini candle orqali yorib chiqishini kutayotgan bo'lsangiz, lekin siz bitta juda katta candleni ko'rsangiz, u darajadan juda yuqoriga cho'zilgan bo'ladi. Siz esa zo'r breakout bo'ldi deb o'ylaysiz. Lekin u candle siz umid qilgan darajadan ancha yuqorida yopilgan bo'ladi. Endi nima qilish kerak? Shaxsan men uchun odatda 90% hollarda siz trade'ga kirmasligingiz kerak. Bunday holat overextended breakout hisoblanadi. Agar siz narx yana yuqoriga davom etadi deb o'ylasangiz, ko'p hollarda u pastga qaytadi. Stop lossingizni uradi va siz bu trade'da umuman kirmagan bo'lganingizni istaysiz. Ikkinchisi tepa soyasiz breakout. Agar sizning candlingiz darajadan tepaga o'tgan, pastki soya bor, lekin tepada soya yo'q bo'lsa, bu shuni anglatadiki, agar siz trade'ga kirsangiz, hatto retest bo'lsa ham narx orqaga, pastga qaytadi. Diapazonga kiradi va stop lossingizni uradi. Chunki tushunish kerak, tepadagi soya bu pastki time frame'da harakat diapazonini ifodalaydi. Ya'ni narx ilgari o'sha joyda bo'lgan, shuning uchun narx yana o'sha daraja orqali o'tish ehtimoli yuqori bo'ladi. Lekin agar tepada soya bo'lmasa, bu shuni anglatadiki, reject ehtimoli juda yuqori. Uchinchisi past hajm. Mana bu yerda ko'rishimiz mumkin. 15 daqiqalik candle'larda 4 tasi tepaga harakat qilgan, lekin ularning tanasi kichik, ya'ni narx 1 soat davomida zo'rg'a breakout qilgan. Bunday vaziyatda siz savdoga kirmasligingiz kerak. Chunki bozorda yetarli xaridor va sotuvchilar yo'q yoki hajm past bo'lgani uchun sizda ishonch bo'lmaydi. Narx bu diapazondan yuqoriga davom etadimi degan savol ochiq qoladi. Breakout savdolar qilayotganda sizga yuqori hajm kerak. Kichik tanali candle'lar esa past hajm bildiradi. Shuning uchun bunday holatda trade'ni o'tkazib yuborish kerak.